Rasululloh aytdilar, qaysi bir ayol bolalarining uyida o'tirsa, bas u jannatda men bilan birga bo'ladi. Desak, endi kimdir aytish mumkin ayollarda, nima endi uyda o'tirishim kerak, ko'chaga chiqmasdan? Men ham dunyoni ko'rgim keladi, men ham ko'chalarda yurgim keladi. Desa aytamiz, bemalol yuravering. Farzandlar bir gap bo'lar, ular ham bir katta bo'lib qolar, umringiz uyda o'tib ketmasin deymiz. Payg'ambarimizning bu hadisi muslimalarga aytilgan deymiz. Shuning uchun birodarlar, ayol kishi, qaysi bir ayol kishi ona bo'lgan bo'lsa, farzandlarning tarbiyasini chiroyli qilsa, kiyim-kechagi ovqatini chiroyli qilsa, tozaligiga rioya qilsa, tarbiyasi bilan shug'ullansa, balog'atga yetib komil inson bo'lguncha farzandlarini xizmatida qoyim bo'lsa, bu ayolning maqomi, makonati oliy bo'ladi. Uyida o'tirgan ayol afzal bo'ladi 1000 marta. Hatto ayrim erkak Rasululloh aytdilar, qaysi bir ayol bolalarining uyida o'tirsa, bas u jannatda men bilan birga bo'ladi. Desak, endi kimdir aytish mumkin ayollarda, nima endi uyda o'tirishim kerak, ko'chaga chiqmasdan? Men ham dunyoni ko'rgim keladi, men ham ko'chalarda yurgim keladi. Desa aytamiz,